Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Qari'ah. Makkiyatun, Sura-i Qari'ah. Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkada turganlarda nozil bo'lgan 11 oyatni tashkil qiladi. Al-Qari'atu mal-Qari'ah, bu al-Qari'ah kalimasi eshikni qattiq qoquvchi degan mazmunni anglatadi. Qiyomat Qur'oni Karimda har xil so'zlar bilan ifodalangan. Al-Qari'atu, al-qiyamatu, al-haqqatu, at-tammatu, mana shunday so'zlar bilan ifodalangan. Qiyomatning eshikni qattiq qoquvchi ma'nosini qiyomatga istilohiy ma'no berilishligi, quluplanib qolgan, haqiqat kirishlikdan mahrum bo'lgan qalblar darvozasini qiyomat xabarlari ochib tashlaydigan bo'lganligi uchun, unday bekilib qolgan qalblarga qattiq zarba bilan u ovoz qiluvchi bo'lganligi uchun al-Qari'atu kalimasi bilan qiyomatni shunday ifodalanadi. Ya'ni bu qalblar darvozasini qattiq qoquvchi. Nima u qalblar darvozasini qattiq qoquvchi? Bilasizmi u al-Qari'ah nima ekanligini? Al-Qari'ah qiyomat dahshati, qiyomatning mohiyati insonning bilish maydonidan yuqori turadi. Uning bilish maydoni qiyomat dahshatini, mohiyatini bilishlikka uning idroki kuchi yetmaydi. Shuning uchun qiyomatdagi bo'layotgan voqealarning ba'zisini anglab eshitishlikka qobiliyatlik. Shuning uchun sura Al-Qari'ahda keyin javobiga keltirilayotgan narsa qiyomat dahshatlarining ba'zi insonlarda va biz ko'rib turgan bu tabiatdagi o'zgarishlarni bayon qilishlik bilan kifoyalanadi. Astaizu billah. Yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthus va takunu al-jibalu kal-'ihnil manfush. Qiyomat kunida biz nihoyatda bu o'zimizni davomlik deb go'yoki o'limni haq deymiz-u, lekin hech kim o'ziga nisbatan o'limni bo'lishligini tasavvur qila olmaydi. Ana shunday o'zlariga baho bergan va boshqa hamma insonlar hammasi xuddi tarqalib hayronlikdan qayoqqa uchishini bilmayotgan parvonalardek bo'lib qoladi. Parvona mana chiroqga o'zini urayotgan kichkina hayvonni parvona deymiz. Qayoqqa o'zini urishini bilmayotsan, shunday dahshatda hayron bo'lib uchib yurgan parvonalardek bo'lib qoladi. O'zini mustahkam, o'zini hech holatini o'zgarmaydigan deb da'vo qilgan kishilarning ahvoli shu bo'ladi. Va takunul jibalu kal-'ihnil manfush. Odamlar ko'ziga hech siljitib bo'lmaydi, siljitib bo'lmaydigan deb gumon qilingan tog'lar titilib tashlagan yunlardek bo'lib uchib yuradi. Va idal jibalu suyirat. Tog'lar uchirilganda qiyomat dahshati shunday, qiyomatdagi holatning o'zgarishi olamdagi eng mustahkam bo'lgan o'rnagan tog'larga bo'lgan ta'siri ularning titib tashlangan yunlardek bo'lib qoladi. Odamlarning holatlari turlicha bo'ladi. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Ammo tarozilarida amallari og'ir kelgan kishilar, ular shunday dahshatli soatlarda o'zlarini mamnun qiluvchi va o'zlariga nihoyatda yoqimli bo'lgan hayot kechirishib yashaydilar. Agar ularning amallari shunday mustahkam va shunday shariatga muvofiq bo'lgan bo'lsa, u yerdagi Alloh subhanahu va taoloning hukmiga muvofiq bo'lgan amallargina og'ir keladi. Bizning bilan sizning ko'zimizda ko'rinib turgan iymon asosiga qurilmagan amallar hammasi ular biror bir zarra miqdorida og'irlikni ola olmaydi u yerda. Ana shunday amallari og'ir kelgan kishilar, ular nihoyatda mamnun qiluvchi, qoniqtiruvchi va o'zlariga nihoyatda ma'qul bo'lgan hayotdadirlar. Va amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. Ammo amallari yengil kelganlar, ularning ma'siyatlari, gunohlari, itoatsizliklari
bular hammasi bular ko'payib ketib, yaxshi amallari tomoni yengil kelgan kishilar, ularning onasi o'tdan bo'lgan jardir. Bu nima ma'noda bildiradi? Ma'no shuki, odamzod dunyoning hamma tashvishlari, hamma uning holati o'zgarganda, olamning hech qaysi joyi unga taskinlik, xotirjamlikni bag'ishlolmaganda, onasining og'ushi unga xotirjamlikni bag'ishlaydi. Bola hamma olamda tashvish bilan bo'lganda, hamma dahshatlardan qochib, u hech qanday mustahkam joyga joylanib xotirjam bo'la olmaydi, ammo onasining quchog'iga o'zini tashlashlik bilan xotirjamlik oladi uni. Endi ular har bir odamning iltijo qiladigan, go'dak bolalarning iltijo qilib xotirjam bo'ladigan joyi onasining quchog'i edi. Endi amallari yengil kelgan kishilarning onasi o'zi iltijo qilib tashlaydigan, o'zini vujudini tashlaydigan onasi bor bu yerda ham, lekin u o'tdan bo'lgan jardir. Ana ular o'zlarini qutultirishlik uchun tashlaydigan joylari dunyoda go'daylik davrlarda onalarining og'ushiga qarab tinchlanishardi. Endi bular o'tdan bo'lgan jarga o'zlarining uloqtirishadilar. Hoviyah nima? Va ma adraka ma hiya? Bu hoviyah kalimasini nima ekanligini bilasizmi? U shunday dahshatli narsaki, narun hamiyah, kuydiruvchi o'tdir. Ana ularning endi xotirjam tinchlanadigan dunyoda maskanlari onalarining og'ushi, quchog'i bo'luvdi. Endi bu yerda tinchlanadigan onalarining og'ushi kuydiruvchi o't bo'ladi. Ko'ryapsizmi, Qur'oni Karim qanday o'zini islom yo'liga bo'ysunmagan kishilarni qanday masxara omiz qilib bularni ko'rsatyapti.